Alkimyogar Paolo Coelhoning 1988-yilda nashr etilgan romani va dunyo bo'ylab bestsellerga aylandi. 107 dan ortiq mamlakatlarda nashr etilgan, 81 tilga, jumladan yuqori valeriya tiliga tarjima qilingan roman. Braziliya tarixidagi eng ko'p sotilgan va dunyoda eng ko'p tarjima qilingan kitob sifatida Ginneslar rekordiga kiritilgan. Muallif alkimiyo sohasidagi tadqiqotlarni 70-yillarning o'rtalarida boshlagan, ammo mehnatsevarligi va g'ayrati samarasini ko'rmay 1973-yilda tadqiqotni to'xtatdi. 1981-yilda muallif alkimiyogarlarning 3 turga bo'lgan o'qituvchi bilan uchrashdi. Ba'zilar noaniqlikni yaxshi ko'radilar, chunki ular o'z mavzularini bilmaydilar. Boshqalar uni bilishadi va alkimiyo tili aqlga emas, qalbga yaratilgan deb tushunadi. Yana boshqalar kimyo haqida bilishmaydi, lekin butun hayoti davomida falsafadoshini kashf etishga muvaffaq bo'lishdi. Ikkinchi turdagi alkimiyogar haqida hikoya davom etadi. Kitobning bosh qahramoni andalusiyalik cho'pon Santyago. Bir kuni u tush ko'radi. Uni Misr piramidalarini ko'rishga va ularga yashiringan xazinani topishga chaqiradi. Ma'lum bir lo'li kelajakda topilgan xazinalarni undan bir qismi evaziga tushini ta'birlashga rozi bo'ladi. U Salim shohi Malkisiddiq chol bilan uchrashadi. U uni Misrga borishga ishontiradi va Santyagoga qo'ylarning undan bir qismi evaziga sinovlardan yengib o'tishga yordam beradigan 2 tosh o'rim va tumni beradi. Qahramon qoyalarni sotadi, Afrikaga suzib ketadi, barcha pullarini yo'qotadi. U billur savdogarlarning yordamchisi bo'lib ishlaydi va baribir ham topgan puliga piramidalarga boradi. Sayohatda u alkimiyo bo'yicha bilimlarini oshirib beradigan ingliz bilan uchrashadi va keyin Al-Fayum vohasiga alkimiyogarni topadi. Alkimiyogar unga dunyoning ruhini bilishni o'rgatadi, kimyo haqida gapiradi va unga o'z tadqiqotlari yo'lidan borishga yordam beradi. U Fotimani sevib qoladi va oxir-oqibat xazina topadi.